Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Kutman o'xshab kuningizlar, hurmatli No'g'at Xorij 24 kanalining qatnashchilari. Bugungi kunga 30-avgust biz Belörik oila hukumatining kun bolalar bog'chasina keldik. Bugun egemenlik bayramına qarata bolalardan Sadikdagi bayram bo'ldi ekan. Şunun içine tartib bersek deganmiz. Kun bolalar bog'chasiga keldik. Hozir bolalarning ma'noyi yaxshi. Belörik oila hukumatining kun bolalar bog'chasi. Kun bolalar bog'chasi çoğu kelgan kelib tartibimiz. Kun bolalar bog'chasi. Bolalar ma'noyi yaxshi. Birinchi avgustga qarata ya'ni 2022 yildan 30 avgust kuni Sadikda bayram bo'ldi. Shuning içine tartib berilgan bo'lchimiz. Bolalarning kuni yaxshi. Gözünüz açılmayın bu. Ne olacaksın? Salamda şu desten çıkarıp alır mı? Salamatın arıkan, manayın arkan. Desten çıkıp durar. Neme Atatürk gönder yönettimini cattattın mı? Bayağı tazı. Kaç sözüm var ki açtınız mı? Unuttum bak. Ha, o Kırgızistan'ın mı? Şalıklı da. Kun bolalar bog'chasida bayram bo'ldi. Bugun shu joyga keldilar. Bir oila hukumatining bolalar bog'chasi 31-avgustga qarata egemenlik bayramına qarata bayram bo'lib o'tadi. Shuning içine tartib ko'rsatilgan bo'lchimiz. Davay tuttular biznikini uzmayın. Öyle kılasın. Daha kaçıncı tıkamız? Şunun işte bir röportaj alıp biraz degan bo'lchuk. Niye Kırgız'ın oğlum bunu? Baldar. Zıplar mı?